Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Biz bu darsimizda Zoom darsxonasiga qanday shaklda kirishni ko'rsatib o'tmoqchi. Oldi bilan tor ko'rishni ochaylik. Google'ga Zoom deb izlab chiqqan tunji ulanmani bosamiz. Bosgandan keyin bu yerda bu tanlanma bor. Join a meeting. Buni bosamiz. Bosgandan keyin muallim ta'minlagan ID bor, ya'ni darsxona nomeri. Buni u yerga kirgizamiz. Ve qo'shilishni bosamiz. Kompyuterimizda darsxona programmasi bo'lmaganligi uchun bu shaklda avtomatik analiz qilib ichilanmadi. Biz bevosita programmani tushiramiz. Tushirgandan keyin ochamiz va yuklayotdi kompyuterga. Qochilib bo'ldi. Hozir avtomatik ichilayotdi. Normal ulandi va muallimning kompyuterini ko'rindi. Endi biz bevosita buni atan basamiz. Bu shaklda muallimning ekranini ko'ralaymiz. Bu kimlarning qatnashganini ko'rsatadigan ko'znak. Bu yerda bevosita uchraydigan ko'znak. Bu shaklda qatnashsak bo'ladi. Darsxonadan ayrilish uchun bu yana bossak bo'ladi. Bu yana besib bevosita darsxonadan ayrilishni va yoki qo'sh chekib xatoni besib yana bu shaklda ayrilsak bo'ladi. Ilgari ko'rsatganimizdek bir qatim normal kirib olgandan keyin Start Zoom ismli bir detal qachilinadi va bu yerdan bevosita bu yerdan muallim deb bergan darsxona nomerini kirgizib bu shaklda bu yerga ism belgilab bevosita har vaqt xotirlansin, ovoz ochmasin va videoni ochmasin, ya'ni kamerani ochmasin. Bu shaklda ergashgan bo'ldim va bevosita darsga ulanadi. Bevosita bu shaklda ulansanglarmi bo'ladi.